Ayni kunlarda Marg'ilon shahridagi Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini hududida Burxoniddin Marg'iloniy ilmiy-ma'rifiy turizm markazining qurilishi jadallik bilan olib borilyapti. 35 gektar maydonda zamonaviy va milliy an'analarni o'zida mujassam etgan majmua barpo etilishi ko'zda tutilgan. Prezidentimiz boshchiligida Burxoniddin Marg'iloniydek allomalarga ko'rsatilayotgan e'zoz va ehtiromning zaminida katta bir falsafa, mohiyat mujassam. Vodiy gavhari Farg'onaning tashrif qog'oziga aylanajak ushbu majmuaning barpo etilishi avvalo jahon e'tiborini yana bir karra ajdodlarimiz o'tgan tabarruk zaminga ohangrabodek tortmoqda. Butun dunyodan keladigan sayyohlarni jalb etmoqda. Bugun 20 dan ortiq qurilish tashkilotlaridan yuzlab ishchi xizmatchilar, shuningdek yosh quruvchi bunyodkorlarni bu yerda uchratasiz. Muhim jihati bu yoshlar Marg'iloniydek alloma bobolari bilan faxrlanish barobarida ilmiy tadqiqot markaziga hissa qo'shayotganlaridan mamnunlar. Marg'ilon shahridagi Burxoniddin Marg'iloniy majmuasida ish boshlaganmiz. Firmamiz tomonidan 550 o'rinli yangi maqom teatri, gastinisalar, mehmonxonalar, oshxona, kafe, restoran, hunarmandchilik shoxobchalari, hunarmandlarda savdo uchun alohida savdo bo'limlari, karvonsaroylar qurilyapti. Bu Xudo xolasa qurilayotgan majmuamiz Marg'ilon shahrining alohida tashrif qog'ozi bo'ladi degan umiddamiz. 100 dan oshiq yoshlar ish bilan ta'minlanib ishlashyapti hozir. Jadallik bilan davom ettiryapmiz. Havo issiqligi bizni shashtimizga pasaytirgan yo'q. Qadimdan karvonsaroy deganda karvonlar to'planib, o'sha yerda savdo, dam olib, hordiq chiqaradigan joy bo'ladi. Milliylikni ko'radi endi o'sha joyda. Hozir biz ham karvonsaroyda qurganimizdan maqsadimiz zamonaviy holda bo'ladi. Turistlar keladi. Turistlarga biz Marg'ilon shahrimizdagi hunarmandchilik, milliyligimizni ko'rsatamiz. Oshxonalarimiz, har bitta qilinayotgan majmualarimiz milliylikka asoslangan bo'ladi. Kelgan odam Marg'ilonda shunaqa narsa bor ekan degan fikr bilan turistlik yana qaytib kelish ilinjida bo'ladi. Karvonsaroyimizda 100 dan oshiq savdo shoxobchalari, magazinlar bo'ladi ichida. Milliylik hunarmandlarimizda tikilgan kashtachilik, misgarlik, hamma o'zini turidagi ishlab qo'l mehnati bilan ishlangan mahsulotlarni olib chiqib, turistlarga savdo orqali sotib, o'zini milliyligini yoyamiz. Majmuada farg'onalik, marg'ilonlik yoshlar uchun minglab ish o'rinlari yaratilishi nazarda tutilgan. Ilmiy tadqiqot markazida esa yosh o'zbek tadqiqotchilari xorijlik hamkasblari bilan nafaqat marg'iloniy tamal toshini qo'ygan fiqh ilmi, uning merosi borasida, balki barcha fanlar taraqqiyotga xizmat qiluvchi innovatsion izlanishlarni olib boradilar. Marg'ilonlik nuroniylarning bunyodkorlik jarayonlarida jamoatchilik nazoratini olib borayotgani, yoshlar bilan tez-tez muloqotlar qilib, olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishib borayotgani esa Marg'ilon ahlining kayfiyatidan, ertangi kunga bo'lgan ishonchidan dalolat. Biz nuroniylar doimo birgalikda har bitta qurilishni boshlanishiga kelib, tepasida turib, biz qoziqni qoqib, shu yerda nima bo'ladi, shu yerda qanday narsa bo'ladi, hamma Marg'ilon ulamolari, faxriylari, hammani fikri, xayoli shu yerdagi be'tibor bas. Hamma qurilishga qatnashyapmiz, kelyapmiz. Bu anjumanda bo'linishida befarq biz yoshlarimizga borib ularni aytyapmiz, targ'ibot qilyapmiz. Bu xursandchilik, bu narsani endi sig'dirib bo'lmaydi. Qurilish ishlarining birinchi bosqichi jadal ketyapti. Prezidentimizning Farg'onaga o'tgan yilgi tashrifi chog'ida berilgan har bir loyihani puxta ishlab chiqish bo'yicha berilgan topshiriqlar ijrosiga alohida e'tibor qaratilgan.